Assalomu alaykum aka ukalar, xayrli kech. Tuzingmisizlar? Tanjonlaring sog'mi? Mana shu qushlar bor akalar, sotiladigan. Garantiyali. Bir jutka magar bor. Rampurilar. Tanjonlar. Gupsar sotib yuboramizmi, berib yuboramizmi egasiga? Egasiga berib yuboramizmi? Tashi gupsar moli sotilmas ekan. Andijonda oluvdi. O'sha Pokiston narida ham 8 soat, 9 soat rezultati bor. Sezamoda qani? Manimi? Mana bir jup sezay. Bu nari bir jup oqbakinskiy. Mana Andijonlar Marg'ilonga sotilmaydi, uzoqroqqa sotiladi xolos. Bularni qaytib kelishga egalari ajdanada yotishibdi. O'shaning uchun bu deparaga sotmaymiz, to'g'risi, gapni ochig'i. Mana oqbakillar ham o'ta qattiq. Egasi kunda 4 tani olib kelsa ham berilgan yo'q qaytarib. Ertalabda qaymoq 4 tani olib kelyapti. Gaplashilmayapti. Rampurilar ikkita bolasi bor. Rampurilar ham o'ta go'zal, garantiyali qushlar. Mana moda. Moda mana ular. Ana sezay ham o'ta ham qattiq moda. Ana nari u darajada modachalik emas u. Nar modachalik emas, moda o'ta kuchli. Bolani ham garantiyali beradi. Shu oxiri zavodda oluvdik. Jahon zerikib qopti. Mana bu yerda bitta ikkita bolasi bor. Toni ham tanaq bergan. Bolani ham bexato beradi. Bittasi. Bonusiga bedana ham bor ekan. Shu oqlar ham juda ham qattiq. Egasi qana sotib bergan bilmayapti, endi ola olmayapti. Beylabizlik qilgani uchun bermayapmiz egasiga ham. Kattarini optim olgani deydi. Shu ikkitasi qaytib borib oluvdi. Paskudalik qiluvdi, umuman berilmayapti. Kutib yotibdi. Oqdi mana modasi mana. Lekelarigacha toza. Mana ular lekasal modachalik emas. Pokistonning modasi mana shu katayri ichida o'ynaydi. Narda o'yini modachalik emas u. Hatta uchuvi qattiq, uzoq uchadi. Bu yaramaslar ham zo'r par bo'lgan rampurilar ham. Katta o'zi uchiravering deyapti, o'zimizni ham kaptar seyroq, to'g'risi. Yomon parlo deydi bularni. Janovorlar. Buni qaranglar. Janovorlar boshqacha narsada. Harakatida ham boshqacha narsalar bor, hozir agar eplasa, yorug'lik qilsa agar
fanar deplasiya olamiz. Xo'pdayman bugun. Tilla tulayotganiga chublari ham adashib ketdi.